Poytaxtimizning Olmazor tumani 2026-2028 yillarda yangi qiyofa kasb etishi kutilmoqda. 42 gektarlik maydonda yuqori texnologik sanoat obyektlari va aholi uchun qulay yashash muhiti uyg'unlashgan yangi ekotizim barpo etiladi. Hozirda ularni amalga oshirish uchun master reja tayyorlanmoqda. Davlatimiz rahbar tashabbusi bilan mamlakatni kompleks rivojlantirish, aholi farovonligini ta'minlash va ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish maqsadida hududlarda yangi sanoat zonalari, innovatsion ekotizimlar barpo etilmoqda. Shaxsan prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan yana bir gigant loyiha. Poytaxtimizning Olmazor tumanida joylashgan Jomiy sanoat hududi va unga tutash yer uchastkasida yuqori texnologiyali innovatsion sanoat va yashash uchun qulay ekotizim barpo etilmoqda. Bu katta tashabbusni amalga oshirish bo'yicha master reja ishlab chiqilmoqda va u yangi formatdagi uchrashuvda muhokama etildi. Unda tumandagi yirik tadbirkorlik subyektlari, oliy ta'lim muassasalarining vakillari, shuningdek, tuman faollari ishtirok etdi. Aynan mana shu Olmazor tumanida joylashgan har xil soha vakillarini ushbu jarayonga taklif etilib, ulardan ham g'oya olinayotgan, ulardan ham taklif olinayotganligi shaxsan men uchun yangicha yondashuv bo'ldi va menga ma'qul keldi. Davlat oliy ta'lim muassasasining vakili sifatida o'zim ham takliflarim bilan, tashabbuslarim bilan keldimki va bildiryapman nima sababdan. Misol uchun bugungi kunda mana shu Olmazor tumanida joylashgan oliy ta'lim muassasalarida 80 ming nafarga yaqin talabalar tahsil olishadi. Mana shu 80 ming nafarga yaqin talabalarni, yashayotgan talabalarni, istiqomat qilayotgan, o'qiyotgan talabalarni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil qilish birinchi navbatda. Ularni turar joy bilan ta'minlash, shu bilan birgalikda ularni kelgusida o'qishni bitirgandan keyin ish bilan bandligini ta'minlash bo'yicha yoki hozirgi paytda juda ham katta o'sha dolzarb masalaga aylanayotgan dual ta'lim tizimi degan narsa bor. Mana shu dual ta'lim tizimini ham yangi bosqichga olib chiqish uchun juda ham ko'plab loyihalar kiritilgan ekan. Albatta bu narsalarni ko'pchiligini o'zimiz ham qo'llab-quvvatlagan holda, undan tashqari talabalar uchun yana ham ko'proq sharoitlar yaratish bo'yicha, kerakli bo'lgan shart-sharoitlar yaratish bo'yicha o'zimizni takliflarimizni, fikrlarimizni berdik. Turkiyaning Helazon kompaniyasi tomonidan o'tkazilgan o'rganishlar davomida tumanni rivojlantirishning 5 ta iqtisodiy drayverlar tanlab olindi. Bular ta'lim, xizmat ko'rsatish, qurilish, sanoat va turizm sohalaridir. Bu projede yaklaşık 42 hektarlık bir alanda Almazor'un Bu loyiha uchun Olmazor tumanidan 42 gektar yer maydoni ajratildi. Uning master rejasi ishlab chiqilmoqda va turli takliflar olinyapti. Loyihani qanday qilib muvaffaqiyatli amalga oshirsa bo'ladi? Qanday inshootlar barpo etiladi? Aholiga, tadbirkorlarga, investorlarga qanday foydali jihatlari bor? Ana shu savollar o'rtaga tashlanyapti va manfaatli takliflar o'rganilyapti. Bu juda kerakli va samarali ish nazarimda. Biz investorlarning tumanni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish uchun yangi tashabbuslar bilan chiqyapmiz. Bu loyiha nafaqat Olmazorni yoki Toshkent shahrini, balki mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish uchun juda katta ahamiyatga ega. Uchrashuvda tumandagi 42 gektar yer maydonini kompleks rivojlantirishga qaratilgan master rejaning iqtisodiy tahlil natijalari taqdim etildi. Bunda tuman aholisiga yashash uchun yanada qulay sharoitlar yaratish, madaniy va ijtimoiy faollikni oshirish, sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlash maqsadida zamonaviy dam olish va jamoat infratuzilmalari barpo etish bo'yicha yirik loyihalar va tashabbuslar ilgari surildi. Master reja doirasida sanoat, ta'lim, turizm va xizmat ko'rsatish sohalarini bir-biriga bog'laydigan 12 ta istiqbolli loyiha muhokama qilindi. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich tomonidan belgilab berilgan talablari natijasi sifatida loyiha hududida smart shahar yaratilishi, bunda talabalar, imkoniyati cheklangan fuqarolar va barchamiz uchun inklyuziv iqtisodiy muhit yaratiladi. Bunda ishlab chiqarish, aralash turdagi savdo va uy maskanlari barpo etilishi, texnoparklar va hozirgi kunda faol ravishda muzokaralar olib bormoqda IT park qurilishi rejalashtirilgan. Loyihalar orasida ta'limni sanoat bilan uzviy bog'lash maqsadida innovatsion g'oyalarni ro'yobga chiqarish uchun mentorlar, trekerlar va biznes treynerlar yordamida to'liq sikl shakllantiriladi. Ya'ni g'oya, startap, investor va bozor tamoyilida faoliyat yurituvchi yoshlar markazi, coworking, malaka oshirish markazlari tashkil etiladi. Mall of Uzbekistan brend ostidagi savdoga ko'maklashuvchi va milliy brendlarni yaratuvchi savdo markazi, tumanda barpo etilgan Islom sivilizatsiya markazi bilan ma'rifat, turizm, innovatsiya formasida mehmonxonalar majmuasi, innovatsion texnopark va IT parkning maxsus filiali ham tashkil etiladi. Unda ofislar, biznes inkubator va aqlli tadbirkorlik muhitini yaratishga qaratilgan zamonaviy infratuzilma yaratilishi ham ko'zda tutilgan. Misol uchun taklifimiz shundan iborat: joylarni qisqartirib unumli foydalanish, gaz, svet, kommunikatsiya masalalarini boshqatdan ko'rib chiqish, yoshlarni o'qish, hunarga o'rgatish
jarayonlari, shu hunarga o'rgatilganda qatla qiladi, qulaylik bormi, yo'qmi, shu taraflar. Yevropada bo'lamiz, o'shalarni ko'rib bilib shu narsalarni O'zbekistonda qilgimiz keladi. Shu innovatsiyalarga biz juda ham qiziqamiz o'zimiz avvalambor. Shuni ham yoshlarga shuni o'rgatish, ishchilarga o'rgatish, shu o'zimizda bo'lishini istardik. Ta'kidlash joiz, ushbu loyihalar nafaqat sanoat salohiyatini oshirish, balki yangi ish o'rinlarini yaratish, yashash va ishlash uchun qulay muhitni shakllantirish, shu bilan birga mahalliy va xorijiy investorlar uchun jozibali ekotizim barpo etishni maqsad qilgan.